Jannatiy amallardan biri soliha qizni tarbiya qilish. 3 ta qizni tarbiya qilgan kimga jannat? Otaga jannat. Qarang, qiz qanchalar ne'mat. Qizni mehnati onaga, mukofoti otaga. Shuning uchun ulug'lar aytadiki, eng ko'p mehrni qiz otadan ko'rsin. Dunyoda nima yaxshi so'z bo'lsa azizlar, qizingizni sha'niga gapiring. Meni qizim dunyoda eng chiroyli qiz deng. Meni qizim dunyoda eng aqlli qiz deng. Dunyoda eng dono qiz meni qizim deng. Oy qizim, gul qizim deb qizlarimizga yuksak mehr taftini beradigan ota bo'lish kerak. Rasul akram alayhissalom Fatima mening qalbimning bir parchasi deganlar. Kim uni xafa qilsa, men xafa bo'laman. Kim uni xursand qilsa, men xursand bo'laman dedilar. E'tibor bering, payg'ambarning xursandchiligi qizining xursandchiligiga bog'liq ekan. Payg'ambarning xafachiligi qizining xafachiligiga bog'liq ekan. Qizi borgan